Yurak urishi tezlashsa, har doim ham taxikardiyami? Assalomu alaykum hammaga. Yuragingiz 120 marta uryaptimi? Bu har doim ham kasallik degani emas. Ko'pchilik 100-120 marta yurak urganda menda taxikardiya bor deb o'ylaydi. Bu har doim ham to'g'ri emas. Masalan, siz yugurdingiz, zinadan chiqdingiz, qo'rqdingiz, hayajonlandingiz. Bu holatda ham yurak tez urishi mumkin. Bu organizmning fiziologik reaksiyasi, normal reaksiyasi bo'lib hisoblanadi. Lekin odam tinch o'tirganda to'satdan yuragi tez urib, yurak tezlashib 180-200 tagacha ko'tarilib ketishi yurak urish sonini, bu paroksizmal taxikardiya bo'lishi mumkin. Shuning uchun puls raqamiga qarab xulosa berish noto'g'ri. Eng muhimi, yurak tez urayotgani emas, nima sababdan tez urayotganligi. Agar sizda yuragingiz birdaniga tezlashib, tinch holatda yurak urishlar soni 150-200 tagacha ko'tarilib ketayotgan bo'lsa, birinchi navbatda EKG va Holter tekshiruvdan o'tib, kardiolog, aritmolog shifokorga murojaat qilib, kasalligingiz sababini aniqlab, kerak bo'lsa dorilar orqali, kerak bo'lsa kateterli radiochastotali orqali davolanish usullarini tanlashingiz lozim. Bizni kuzatib boring.